Assalomu alaykum azizlar. Biz bilasizlar, hamma joyda bo'ladi, hamma joyda yuradigan insonmiz. Aytmoqchi bo'lganim, har kuni har joyda, har tumanda, har qishloq, har shaharda bo'lishimiz mumkin. Biz bugun Sherobod tumanidagi Xo'jaqiya qishlog'iga keldik. Bu qishloq meni hayratga solgan tomoni shundaki, bu qishloqda anorzorlar ko'p ekan. Qishloqning men taxmin qilganim 70-80% joyi anorchilik bilan shug'ullanar ekan. Imkon darajasida ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Qani, xo'jaqiyaliklar bormi kanalimizda? Har bir kishining deyarli har bir uyning oldida mana shunaqa anor bog'lar bor. Orasida boshqa daraxtlar ham bor. Asosan bu yerlik aholilar anorchilikka asoslangan bo'lib, anor yetishtirish sirlarini boshqa joyliklarga qaraganda yaxshi bilishadi. Surxondaryo bo'yicha ham anor yetishtirish bo'yicha Sherobod birinchilikda turadi. Agar kimda-kim bizni fikrimizni noto'g'ri hisoblasa yoki o'zlari biz tomonlarda ham yaxshi ko'proq rivojlantiriladi, anor ko'p yetishtiramiz deydiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishlaringizni so'rardim. Meni o'zim shu paytgacha bilgan, eshitganlarim bo'yicha sizlarga o'z fikrimni ulashyapman xolos. Anor mevasi ham ko'p kasalliklarga davo bo'lib, u mo'l ko'lchiligi uchun bu yerdagi dehqon bobolarimiz o'z hissasini qo'shayotganidan biz xursand bo'lsak ham bo'laveradi. Xo'jaqiya bir qishlog'idagi bir Ikrom aka degan bir dehqon akamiz bilan uchrashib qoldik. U aka hozir bizga qishloq haqida, qishloqdagi dehqonchilik, anorchilik haqidagi fikrlarini biz bilan ulashadilar va anor yetishtirish sirlari haqida sizlarga qisqacha fikrlarini yondashib o'tadilar. Marhamat. Endi sizga aytgan mahsulotimiz, siz savol bering, men javob beraman. To'g'rimi? Aha. Birinchi boshlanayotganimiz Yuzimbargdan boshlanadi. Mahsulot sotilayotgan. Bizga olma boshlanadi. Davcha, zordali, mayski sotiladi. Bizga anor 100% qishda hammada bor anor. Buning ishini o'zgarishi bor. Anor qog'ozlanadi, o'midan olamiz, kilasini qog'oz. Ichiga yoptiramiz. Umikat sevamiz. Sotamizga yetishtirib, uzib saqlaymiz anorni. Apple'da turayotgan mana anorni ko'rsataman sizlarga. Bu qaysi payt pishgan bu? Qachon pishgan? Oktyabrda pishgan. Aha. Oktyabrda anor manaka O'z holatini yo'qotmagan. holatini yo'qotmagan. Mana endi ozroq bo'lsa yo'qotganmiz, yo'qotgandir. Ha. Nima manaka. Oxiri turishi aprel. Undan keyin turishi qiyin. Ha. Qo'chaq o'ziga oladi keyin. Demak, qishloqda asosiy daromadi anorchilik bilan. Anordan. Ha. Endi hammamda mahsulot endi ko'p. Hammasi shu endi ko'galdan. Shu mahsulotni qarab boshlab ketgan shu o'rnidan onorga borib taqaladi. Menimcha shu Surxondaryo bo'yicha Sherobod anorni Surxondaryo bo'yicha ta'minlab bera oladigan joy. Butun chetga Ha. ketadi. Yana undan tashqari chetga ham chiqaradi. Ha, butun chetga hamma joyga ketgan bu Ha. anorning buni. Bu anor ham sog'liq uchun juda katta foydali taraflari ko'p. Hammasi bo'yicha bu. Ha, uni o'zimiz hozir bir joyga chetga borsak ham anor muhtaydi. chetga borsak ham Surxondaryoning anori emas, Sherobodda anor degan gaplar bekorga aytilmaydi. Ha, Surxondaryoda deyiladi bari, boshlarsiz. Ha. Sherobodga izlanadi endi bari. Ha, yaxshi. Oktyabrda pishayotgan anorimiz noyabrgacha uzib olamiz. Dekabr, yanvar, fevral eng oxir oyini ushlab turamiz, sotiladi. Unda u yoq kichkina issiq bo'ladi. Anorni keyingizlar taklif qilamiz yeyishga. Rahmat. Sog' bo'ling. Biz bilan Ikrom akamiz bor. Anor inson salomatligi uchun juda foydali meva bo'lib, uning foydalari haqida bir qancha tanishtirib o'tay. Qon bosimini me'yorda ushlab turadi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Xolesterin miqdorini kamaytiradi. Immunitetni kuchaytiradi. Tarkibida C vitamini va antioksidantlar ko'p bo'lib, immunitetni
mustahkamlaydi. Virus va bakteriyalarga qarshi kurashadi. Oshqozon va hazm tizimi uchun foydalari. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Oshqozon shirasini me'yorda ushlab, hazm jarayonini osonlashtiradi. Xotira va diqqatni oshiradi. Neyrodegenerativ kasalliklarning oldini oladi. Yoshartiruvchi xususiyatlari: teri hujayralarining tiklanishiga yordam beradi. Ajinlarning oldini oladi va terini yoshartiradi. Qandli diabetga foydaliligi: qon shakarini barqaror saqlashga yordam beradi. Qon hosil qilish jarayoniga ta'siri: anemiya, kamqonlikka qarshi samarali bo'lib, temir moddasi bilan ta'minlaydi. Anorni sharbati, po'stlog'i foydali bo'lib, uni muntazam iste'mol qilish inson salomatligi uchun juda yaxshi natijalar beradi. Biz tayyorlagan ma'lumotlar sizga ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, sizga foyda bergan bo'lsa, kanalimizda o'z fikringizni qoldirib ketishni unutmang. Podpisatsiya, like va qo'ng'iroq tugmalarini bosib qo'yishni unutmang do'stlar.